Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun 2026-yil 13-fevral kuni bir noxush xabar eshitdik. Balki sizlar ham eshitgandirsizlar. Nima sababdan bu holat bo'lganini balki bilmasizlar, balki bilarsizlar. Ko'pchilik tanigan, ko'pchilik bilgan o'sha qiziqchi aktyor Dilshodbek Musabekov bu olamni bugun tark etdi. Dilshodbek Musabekov 51 yoshda qarshi olgan edi. Uning 3 farzandi bor edi. Bundan 1 yil oldingi konsertda Dilshodbek Musabekov yurak xurujiga uchragani to'g'risida video intervyu bergan edi. Video lavhalar o'shanda chiqqandi. Ko'pchilik sezmagan edi bu holatda. U aytgandi o'zini, ya'ni yurak xuruji bilan kasallandim deb. Mana hozir Ben eshitib hayron qoldim. Men sizni nevarangiz bor hali deb o'ylamagandim. Mana shu yosh ko'rinasiz. Bir hafta bo'ldi 50 ga chiqdim. Ko'z tegmas. Amallab chiqib oldim 50 ga. Yoshsiz hali. Ko'z tegmas. Infarkt bo'lib boshqa. Nabirasi bor esa ham hech kim ishonmasa kerak. Bor. O'g'il qizni farzandlari Kelaveradi. Dilshodbek Musabekov haqlariga duo qilinglar. Alloh joylari jannatdan qilsin. Ushbu akamizni yaqinlariga Allohdan sabr tilayman. Bu insonni juda ham hurmat qilardik. Juda ham yaxshi inson edilar. Yaxshi ota, yaxshi farzand, yaxshi aka-uka bo'la olgan inson edi va yaxshi aktyor ham edi. Barchaga rahmat. Ushbu insonni haqlariga duo qilib qo'yinglar sizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.